Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Sizlar bilan ikkinchi darsimizda g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, ikkinchi darsimizda bugun nimani o'rganar ekanmiz? Avvalo kitobni boshidagi 7-sahifagacha nima berilganligini bir aytib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, 10 so'z. So'z boshi degandek gap kitobni nimadan iborat ekanligini, o'zini, kimligini tushuntirib bergan. Umuman kitobni qanday yaratilishi, umuman qisqacha kitob haqida tushuntirib berilgan. O'zbek tilida oladigan bo'lsak, kitobni tayyorlagan, chiqargan kitob mualliflari ikkinchi varaqda. Buni aytdim. Bu mundarija. Konu degani, mavzu degani. Mana bu yerda konu so'zini tagidagilar mavzular. Kitob 6 ta mavzudan iborat. 6 ta. O'qima, o'qish uchun matnlar. Qanaqa matn berilganligi o'qima so'zining tagida ko'rsatilgan. Dil belgisi. Bu grammatika degani, qanday grammatikalar berilganligini mana bu yerdan bilib olishingiz mumkin. Birinchi mavzu. Boshlang'ich degani sayfa 7-9-betda hozir aytib o'tdik. Boshlang'ich ma'lumotlar berilgan. Konu birinchi mavzu merhaba, salomlashuv ekan demak. Sahifa 11-28-betlarda birinchi mavzu joylashgan. U A, B, S bo'limlardan iborat. Xo'p. Demak, A bo'lim tanishma, salomlashma, dialeklar. Tanishuv, salomlashuv haqida berilgan va unda tanishma. Shunday matn bor. O'qima degani matn. O'qish uchun matn berilgan ekan. Hozir mana shularni ham ko'rib chiqamiz. Biz alifboni ko'rib chiqqan edik. Darsimizni sifatliroq va imkon qadar ma'lumotlarga boy bo'lishi uchun tezroq tushuntirishga harakat qildim. Biz alifbo qismini birinchi darsda ko'rib o'tganmiz. Demak, bugun J bo'limini ko'rib chiqarkanmiz. Biz 7-sahifada alifboni ko'rganmiz. Bunda o'tdik. Bugun raqamlarni ko'rib chiqamiz. Kundalik ifodalarni, tanishma hozir aytib o'tganimiz, tanishmani ko'rib chiqamiz. Sayılar raqamlar degani turk tilida. Dinlaylik va takror ederim degani eshitamiz va takrorlaymiz. Bu dinlamalarni, ya'ni audiolarni men YouTube kanalimizga joylashtirganman. Bemalol kanalimizda bu audiolarni tinglashlaringiz va kitob bilan birgalikda kuzatib tinglashlaringiz mumkin. Xo'p, turk tilida raqamlar o'zbek tilidan juda ham katta farq qilmaydi. Talaffuziga e'tibor qaratishimiz kerak birinchi o'rinda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz 1. 10li harfimizga e'tibor qaratamiz asosan. 10lini i harfimizda nuqtalisi cho'zibroq va bildiribroq, bo'rttirib talaffuz qilinadi. 1, 2, 3. Nuqtasiz bo'lsa, masalan, 6 harfi, 6 voy uzun raqamimiz 6. 6 xuddi i harfi mavjud emasdek talaffuzga uncha bilinmayapti. 11, 12, 13. Raqamlarimiz deyarli o'zbek tili bilan bir xil, xuddi shunday. Farqli raqamlarimiz mana masalan 20, 1000. Yana bir nimani aytib o'tishim kerak. O'zbek tilida masalan 100 dan kattaroq raqamlarni aytayotganimizda 123, 178 deb, 100 deb qo'shadigan bo'lsak, turk tilida qo'shilmaydi. Masalan 126, 126, 135. 100 emas, shunchaki 100 deb ketiladi. Qolgan raqamlar xuddi o'zbek tiliga o'xshash bo'ladi. Soatgach. Soat necha? Soatgach. Soat 2. Soat 2. Kach lira. Lira bu turk pul birligi. Qancha lira? Suv kach lira? Suv necha lira?
Suv 1 lira. Suv 1 lira ekan. Ne qadar? O'zbek tiliga ham xuddi o'zbek tilida ham nima qadar deb tarjima qilishimiz mumkin. Ekmek ne qadar? Bu ham xuddi pul birligini aytib o'tganimizda so'ragan kabi. Non qancha turadi? Shuni bilmoqchi. Ekmek non degani ekmek. Non 1 lira 25 kurush ekan. Bo'shliqlari sayyorlar to'ldiralib. Mashqlarni o'zlaringiz mustaqil tarzda bajarasizlar. Kommentariyada tushunarsiz narsalarni bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. O'zim albatta men bularni kuzatib boraman va albatta javob qaytaraman. Sayyorlar yozalım 12. 12 mana bu mashqlarni mustaqil tarzda bajarishlarini albatta tavsiya qilaman. Dinlamalarni aytib o'tgandik, YouTube kanalimizda bemalol tinglashlaringiz mumkin. Hamma dinlamalar YouTube kanalimizga joylashtirilgan. Mana bu yerda fasllar keltirilgan. Ilkbahor, yoz, sonbahor, qish. Hafta kunlari, oylar. Mana bu yerda mana oylar ko'rib turibsiz. Ocak, yanvar oyi, Ocak, Şubat, fevral, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Agar tezroq gapirayotgan bo'lsam, YouTube'da shunday imkoniyat bor. Sekinlashtirib tinglang yoki buni ham kommentariyada yozib qoldirsalaringiz sekinroq gapirishga harakat qilaman. Xo'p, raqamlarni ko'rib chiqdik. Günlük ifodalar o'zbek tilidagi tayyor qoliplarga to'g'ri keladi. Xo'p, günaydın, xayrli tong. İyi akşamlar, xayrli oqshom. Merhaba, salom, selam. Nima deyish mumkin? Qotib qolgan so'zlar xuddi shunday tarzda ishlatiladi. Günaydın, xayrli tong. Xuddi shu shaklda xayrli tong deyish uchun shu so'zlardan foydalanishimiz mumkin. 17-mashq esa aşağıdaki ifodalardagi bo'shliqlarni tamomlayalım degan. Merhaba, afiyet olsun, iyi dersler. Nuqtalar o'rnini to'ldirasiz. Mana bu yerda keltirilgan so'zlarni hammasini tarjimasini aytganim yo'q. Lug'atdan ko'rishlaringiz mumkin yoki yana o'sha gap kommentariyaga yozib qoldiring tushunarsiz qismini. Afiyet olsun, osh bo'lsin degani rasmdan tushunib olishimiz mumkin. Oshxonada turibdi va afiyet olsun. Tashakkurlar. Rahmat. Mashqlarni bajarasizlar. Mana bu yerda esa ne ish yapıyorsun? Nima ish bilan shug'ullanasan? O'rgatmen, o'qituvchi, men o'qituvchiman. Shunchaki takror ederim, takrorlashimiz kerak deyapti, takror etilib. Kasblar keltirilgan bu yerga. O'rgatmen, advokat, avukat, shofyor, doktor deb bilsak kerak hammamiz. Rasmlardan o'z tushunib olishingiz ham mumkin bemalol. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Keyingi darsimizdan boshlab grammatikadan ham tushuntirishni boshlayman. E'tibor bilan, diqqat bilan tinglanglar. Mayli unda keyingi darsgacha ko'rishguncha salomat bo'ling.